Hammaga salom do'stlar. Do'stlar, bugungi videorolikimizda sizlarga XM brokeridan qanday qilib ro'yxatdan o'tish va $30 bonusda qanday olishda ko'rsatib o'taman. Do'stlar, biz birinchi navbatda ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Bu saytni silkasini video opsiyasida qoldiraman. Bemalol ro'yxatdan o'tib olsangiz bo'ladi. Qarang, biz mana shunday joyga kelamiz. Mana bu birinchi qatorga O'zbekiston turadi. Ikkinchi qatorga email pochta hamda parol kiritib olishimiz kerak bo'ladi. Hozir email pochtani kiritib olamiz. Do'stlar, mana email pochtani kiritib oldim. Qarang, kiritib olasiz bironta email pochta. Keyin mana bu joyda mana parolni uzunligi 10 ta harfdan 15 ta harfgacha bo'lishi kerak. Bu yerda mana parolni tartiblari ko'rsatilgan. Bitta katta raqam hamda raqamlar hamda mana shunday turli xil belgilardan iborat parol kiritib olamiz. Do'stlar, mana men kiritib oldim va mana bu galchkani qo'yamiz va registratsiya tugmasiga bosib hozir sizlarga qanday ro'yxatdan o'tishni ko'rsatib o'taman. Hozir mana do'stlar ko'rishlaringiz mumkin. Mana biz email pochtamizga xabar bo'lyapti. Hozir email pochtadan biz tasdiqlab qo'yamiz. Mana email pochtamizga keldi. Mana podverted adres pochta degan tugmani bosamiz va hozir biz tasdiqlab qo'yamiz. Hozir mana bu yerda bizda tasdiqlanadi. Sizlar ham mana shunday tartibda bemalol email pochtangizni kiritib olasizlar. Do'stlar, mana hozir kirib oldik XM brokerga. Endi hozir qanday qilib ro'yxatdan o'tishni, ya'ni ma'lumotlarni kiritishni ko'rsatib o'taman. Do'stlar, mana hozir XM brokerga kirib oldik. Hozir sizlarga oson bo'lishi uchun mana hozir tarjima bo'limidan sizlarga tarjima qilib ko'rsatib o'taman. Qarang, biz bu yerdan mana kirib olgan paytimiz bizga turli xil bonuslar beradi. Bu bonuslarni ham ko'rsatib o'taman. Ya'ni $30 bonus olish uchun do'stlar biz birinchi navbatda hisobimizda tasdiqlashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun mana tasdiqlang degan tugma bor. Shu tugmani ustiga bir marta bosib hozir biz o'zimizning pasport ma'lumotlarimizni kiritib olishimiz kerak bo'ladi. Hozir bir daqiqa mana tarjimaga o'tib olamiz va qarang, bu yerda mana biz ismimizda hamda otamizning ismini hamda familiya hamda tug'ilgan sanamizni va telefon raqamlarimizni kiritib olishimiz kerak bo'ladi. Buni kiritib olasizlar. Kiritib olganlaringizdan so'ng ikkinchi etap hozir ya'ni hujjatlaringizni kiritib olasiz. Ya'ni mana bu joyga ma'lumotlaringizni kiritasiz. Do'stlar, men ma'lumotlarimni kiritib olganman. Hozir og'zaki tushuntirib o'taman. Ma'lumotlarni kiritasiz. Ikkinchi qadamda mana pasport ma'lumotlaringizni tanlab qoldirib, pasportlaringizni skaner qilasiz va yashash joyini ham pasport joyida bor. Shu rasmlarni kiritib olib, ro'yxatdan o'tib olasiz. Ya'ni ma'lumotlarni yuborasiz. Yuborgandan so'ng bu bir kun ichida sizlarga email pochtalaringizga xabar boradi, ya'ni ro'yxatdan o'tganingiz haqida. Yoki agarda bironta joyda xato bo'ladigan bo'lsa, ushbu joylarni to'g'rilab qayta kiritasizlar. Hammasi oson. Shaxsiy ma'lumotlar hamda pasportlar rasmini yuborasiz, bo'ldi. Do'stlar, pasport ma'lumotlarimizni kiritib olganimizdan so'ng bizning email pochtamizga xabar boradi. Ya'ni biz ro'yxatdan o'tganimiz haqidagi ma'lumot biz email pochtamizga boradi. Undan so'ng biz mana kirib olamiz XM brokerga. Kirib olgan paytimiz do'stlar, sizlarga hozir qanday qilib ro'yxatdan o'tayotgan paytdagi $30 bonusni olishni ko'rsatib o'taman. Do'stlar, mana bizda asosiy mana shunday bo'limida shu joyda mana birinchi joyda $30 bonusni oling degan tugma chiqadi. Buning uchun qarang, biz misol uchun mana bonusni oling degan tugmani ustiga bosamiz, lekin buni emas. Misol uchun mana shu joyda $30 bonus bo'ladi. Ustiga bosganimizdan so'ng bizning telefon raqamimiz turadi. Shu telefon raqamimizni misol uchun kodni olish degan tugmani ustiga bir marta bosadigan bo'lsak, kod boradi. Kodni biz kiritib qo'yganimizdan so'ng bizga mana shunday $30 bonus beradi. Do'stlar, bu mana bizga $30 bonus berdi. Endi buni biz MetaTrader 5 ilovasiga qanday qilib ulashsak ko'rsatib o'taman. Do'stlar, MetaTrader 5 ilovasiga ulashishimiz uchun bizga mana bu raqamimizga qarab olib, hozir MetaTrader 5 ilovasiga qanday qo'shishni ko'rsatib o'taman. Do'stlar, birinchi navbatda biz mana bu raqamni eslab qolishimiz kerak va hozir endi MetaTrader 5 ilovasiga kirib olamiz. MetaTrader 5 ilovasini Play Marketdan yuklab olasiz. Yuklab olganingizdan so'ng qarang, mana yuqorida mana plus degan tugma bor. Plus yo'q. Plus emas, mana bu manage accountsga bosamiz. Bosganimizdan so'ng mana bu yerda plus tugmasi bor. Shu tugmaga bosamiz va mana bu yerdan XM Global deb yozamiz. XM Global do'stlar, mana bizga kelib chiqdi. XM Global yana birinchisini tanlab qoldiramiz. Qarang, bu yerda misol uchun biz login parollarimizni qo'shishimiz uchun mana buni juda ham ko'plab turlari bor. Misol uchun qarang, XM Global MetaTrader 5, XM Global 10 mana shunday turlari bor. Buni qanday tanlab olishimiz kerak? Buni hozir misol uchun akkauntlaringizdagi bosh raqamiga qarab qo'shib olasizlar. Ya'ni do'stlar, misol uchun agar sizni misol uchun ya'ni
akkauntdagi raqam agar 5 bilan boshlanadigan bo'lsa, MetaTrader 5 da o'zini qo'shib olasiz. Agarda akkauntingiz raqami 6 bilan boshlanadigan bo'lsa, MetaTrader 5 2 deganini qo'shib olasiz. Agar akkauntingiz boshlanishi misol uchun 8 bilan boshlanadigan bo'lsa, MetaTrader 4 qo'shasiz. 9 bilan boshlanadigan bo'lsa, MetaTrader 5 ni qo'shasiz. Bu yerda hozir mana bizda 8 bilan boshlangan, mana 851 ya'ni 8 bilan boshlangan. Buning uchun biz mana MetaTrader 54 deganini qo'shib olamiz mana. Bu yerda mana XM Global MetaTrader 54 mana bosamiz. Do'stlar, endi mana loginga biz hozir boyaga mana bu raqamni kiritamiz. Ya'ni mana bu 851 deb boshlanganini kiritib olamiz. Do'stlar, mana loginga kiritib olasiz. O'zingizda raqamingizni kiritasiz. Parolga esa xuddi mana shu XM Brokerda ro'yxatdan o'tgan parolingizni kiritasiz va login degan tugmani bosib, bu yerda kiritib olasiz.